Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Shotorustovelli 1-tor ko'chasi 22-uyda qurilish tashkiloti tomonidan kotlovan ishlarini amalga oshirish jarayonida shahar oqova suv tarmog'iga shikast yetkazilishi natijasida ushbu kanalizatsiya tarmog'idan oqova suvlar avariyaviy holatda chiqib ketish holati sodir bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan Toshkent shahar ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan tegishli ravishda belgilangan tartibda o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganish davomida oqova suv tarmog'i o'pirilib tushganlik holati aniqlanib, ushbu hududga kotlovan chuqurligiga suyuq chiqindilar to'planib qolganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan o'rganishlar davomida Toshkent shahar bosh boshqarmasi tahliliy laboratoriyasi tomonidan ushbu oqova suv namunalaridan tahlil natijalari o'tkazildi. O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, neft mahsuloti qoldiqlari 5 marta, azot ammoniy 43 marta, muallaq moddalar esa 13 marta belgilangan me'yorlardan yuqori holatda ekanligi aniqlandi. Olib borilgan o'rganishlar davomida ushbu kotlovan chuqurligiga avariyaviy holatda oqizilgan oqova suvlar hech qanday tozalash ishlarini amalga oshirmasdan ushbu hududdan oqib o'tgan Salar kanaliga to'g'ridan-to'g'ri nasoslar yordamida tortib chiqarib tashlanganlik holati ma'lum bo'ldi. Ushbu holatning sodir etilishi natijasida Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 19-moddasi hamda Suv kodeksining 23, 117, 153-modda talablari buzilgan. Bundan tashqari, suyuq chiqindilarni avariyaviy holatda yer usti relyefiga oqizilishi natijasida tuproqlarning ifloslantirish holati kuzatildi. Zararlangan tuproqdan olingan laboratoriya tahlil natijalariga ko'ra, tuproq tarkibidagi neft mahsuloti qoldiqlari 2,6 hamda 11,4 mg/kg ekanligi ma'lum bo'ldi. To'plangan hujjatlar prokuratura organiga yuborildi.